Keşme kirib qapti. Bugun men sizlarga mushu bir o'g'il sestra to'rdishimizning beshta o'tkashini so'zlab beray. Bu to'rdishimiz Aqsu viloyatining ma'lum bir doktorxonasida o'g'il sestra bo'lib ishlaydi ekan. Hamda bu o'zining xizmati bo'lgandan keyin shu balnis bo'limida cho'nglar saljiqroqga shu cho'nglarning o'kollarini tatib, qayta selib, almashtirib, cho'ndallarini almashtirib degandek işte holidan xabar oldi ekanda. Hamda cho'nglar ajiq dedik, shu orasida bir mo'may bir kuni bu balni chaqirib qoldi ekan. Ash balnislik vaqtida. So'ngra bu mo'mayga nevris qaraydi ekanda, mush bal bilan taqdimatli qizga shu nevrisini qizimsiz chiqib turing deb chaqirib deb mush balni yiniga kelib qo'lini tutib, "Balam, siz bek ubdan bek yaxshi bek muloyim ekansiz. Bo'lsa mush mening nevra qizim bilan ham paranglashib bir yaqin o'tgan bo'lsanglar, do'sib qolgan bo'lsanglar" deyotganda, bu bolam hamda "Voy bo'ldi, chatoq yo'q" deydi-ki, angacha qizni chaqirib kiritgach, qiz shu yerda endi darlar ketishgan bo'ladi ekan. Shu kuni u bola ishdan tushib uyga ketdi ekanda, ketib shu uyda uxlab qalqdi hamda shu bolaning tushiga shu mo'may kirdi ekanda. Naqash o'zining oldida kirib, yana işte yiniga kelib, beshi turib, "Ems men nevramni sizga topshirdim. Siz bek yaxshi bek obdan bola ekansiz" deb yana o'z kunduzligiga o'xshash ashtaq gaplarni deb, "Sizga topshirdim. Xotirjam bo'laman sizga topshirsam" deb shundaq bir gaplarni qilib qo'ydi ekanda tushida. Shu bu val uyg'onib, ash kunduz ashtaq degashga kallam kirib qolgan o'xshaydi. Shuni tushabdimi deb o'ylabdi. Ertasi yana ish qilib beribdi-da. Berib hamda attiganlik yig'inlari qatnashib deb xabar qildigan ishlarni qilib bo'lgandan keyin ash mo'mayni bir yo'qlab chiqay deb, shu mo'mayning balnisi kirsa, hech kim yo'qda, karvat quruq. Aplanimish o'g'an deb sal ansirab so'rasa, shu ash kechida qaytishib ketgan ekan. Deb ko'ngli bir xil bo'lib qoldi ekan, men bo'lgan bo'lsam balkim qutqizib ola bo'lg'aydim. Ajab, men yo'q chaqdashda xo'p qopti deb bir xil bo'lib qolganda, angacha bolalari tushdan keyin ashna bir qizim tan kelib, hamda shu bajargan rasmiyatlar o'xshaydi. Shularni qilib kelib bu bol bilan ko'rishib qo'ydi ekan. Bu bol ham tasallilarni berib qilib qo'ydi ekan. Bu mo'may shunda ketib qoldi ekanda. Andan keyin bu bol shu ishlash jarayonida ash kuni shundaq bir o'ziga ta'sir qilib ketganmi shu ish. To'la shu quloq tubiga birlar kelib gaqigandek, ashtaq bir alomatlar bo'lib qolganda, shuning bilan bu bola uydagilarga desa, uydagilar tekshirib boqaylik deb shu nerv kasalliklarga olib tekshirsa, bu bolaning nervi parchalanishdan jinshinfinliya deb diagnoz qo'yib qo'ydi ekan. Shuning bilan o'zining doktorxonasi buni ko'rgandan keyin shu dam olsam bo'ldi deb uzun muddatli dam olish qo'yib bergan bo'ldi. Bu bola 2 oyda, 3 oyda davolangan bo'ladi ekan. Angacha xil yaxshi bo'lib qolganda, ko'zi ko'rinib, yoqimda quloqlarga olinib, dashlab bo'lmaydi ekan. Shu o'ngshilib qoldim deydi-ki, angacha bir necha og'insi bilan shu o'ynab kelmamdi, Xinjiangda bir aylanib, sayohat qilib kelmamdi deb mashay deb ma'noda ekan bular. Keyin bilan Urumchida o'ynayotgan vaqtida u og'illarning ish chiqilib qaytib qoldi ekan. Bu bola Urumchida azroq turaychi deb qoladi ekanda, damlish uzun bo'lgandan keyin. Shu bir kuni hayvonotlar bog'chasiga berib boqaychi, qanday hayvonlar yoki ko'rib boqay deb qiziqib bo'lsa, toza o'sha hayvonotlar bog'chasining işte tibbiy xodim yotgan vaqt ekanda u. Buning qizg'i bu bola men damlish bo'lgandan keyin qatnash boqmaymanmi deb shu ashadlam men shig'il kirsa bo'ldi ekan bu yerda. Men shakir men mushta ersestra bunda qilib deb qaniga o'tib qoldi ekan bu bola. Shu o'tib ketganki ashad ishlaydi ekan. Endi bu bolaning xizmati hayvonlar aviabiyan chukitib qolsa, biraylar yaralansa, ya bir-birlar so'qishib, tatlib olsa, tishlab olsa, yorib kelsa, tengib, davolab boshqa qildigan xizmatga. Shu ashad ishlaganda anoning keyin ilq mo'may yana qaytadan ashta tushiga kirib, bir oy kirgandan keyin rasmiy amaliyotdimi ko'rindigan bo'lib qoldi ekanda. Masalan, bularning kashlari yosh hayvonlarni tekshiradigan bir vaqtlar bo'ldi ekan, chiqib qo'lchiroq bilan nemish qotdi. Bormi, biraning bu qoldimi deb shu bir tekshiruv etdigan, yo'qlaydi ekan shu hayvonlarni. Ashtaq vaqtlar kechib chiqsa, shu hayvonlarning orasida
ya bo'lmasa daraxtlarning keyinlarida bu mo'may işte qarab turdi ekanda. Bu bola lekin endi bilgan bo'lgandan keyin ancha qo'rqibmi ketmaydi ekan. Shu bir kuni bu bolani qaysi bir hayvon ish qilib davolash jarayonida tatlib yetib qoldi ekan, xil cho'nqur tatlib yetib qoladi ekan puti tarafni. Hamda bu bolaning o'zining tajribasi bo'yicha bu hafta 10 kunda andin o'ngishilib qoladigan bir yar ekanda. Ammo shu kuni yorlangan kuni kechda uxlab olsa, bu mo'may yana tushib kirib, shu bolaning putini shunda bir silab ketar ekan. To'xtamay yorlangan yani silaydi ekan. Shu bir silash bilan hali 10 kunda saqiydigan yara 3 kunda saqayib qoldi ekanda. Bu bolam bir xil bu qoldi ekan, voy tova ajoyib ish bo'ldi deb. Shu ashundaq o'tib, keyin bu mo'may shu bu bola uxlab olsa, shu past tarafga qarab o'tirdigan bo'lib qoldi ekan. Bu bolam endi ko'nib ketar ekanda. O'ngida ko'rsin va yoki tushida ko'rsin, bu mo'may yenimda bor keldi ekan. Keyin yana 2 oylik vaqt u mo'may tushiga kirmay amaliyotda ko'rinib turdi ekan, ammo tushiga shu nevri singlis kirdigan bo'lib qoldi ekanda. Nevri qizi. Shu nevri qiz degan kirib bu bola bilan ikkisi yo'q-o'ylarni qilib, o'ynab, tomoqlar yegil berib, ashtaqli tushadigan bo'lib qoldi ekan. Shunda u hayvonotlar bog'chasida ishlab 6 oy bo'lganda hamda o'zining oyoqdagi xizmatining ta'minlash to'shib qoladi ekan. Shu ashaq qaytib ashaqda ishlaydi deb bu bola bu yerdan istifa berib, shu o'zining doktorxonasiga qaytib keldi ekan. Shu jarayonda mana shu mo'may bodi. So'ngra bir kuni bu bola ishdan tushib, kech soat 10 larda vaqtga melsi kelsa, melsning oldida bir xo'ngshur setibdi ekan. Shu xo'ngshurni ilib melsi kirsa tok ketir ekanda. Qanday olgan melsi tok ketir ekan, qop-qorong bo'lib turgan xo'ngshurni yeyib kiraychi deb bir ravaq va shu ravaqda o'ltasa, u yerga ikki keladi ekan xo'ngshurning purqin purab. Bu bolam yaxshi bo'lgan shu ikki xo'ngshurning birisini ikki qilib bo'lib birdi ekan, birisini o'zi yey deb tursa, bir mo'may keldi ekanda. Bu bola shu mo'maymi emasmi uxmaydi ekan. Shu yaqirab kelib ashad o'ltirdi ekan, angacha ishit. Shunda bir lag'ildab titrab ketar ekanda. Bu bola mayallik bir ayoldi deb jiq o'ylamaydi ekan, bir chaqda mo'may bu yerga qarab turgan ekan-da, asta beshini ko'tarib bu bola qaraydi ekanda. Bu bola qarashib qoldi ekan, qarasi naqashi mo'mayda. Badan degan tikalish ketdi. Mening navramni yeydi deb ashtaq bir gaqildi ekan. Bu bola qarabla. Bu bola uni ko'rib, endi odat tushida yamdaq ko'rib qas qo'rqmagan bilan oldiga kelib undan gaqilsam qo'rqidi. Shu bir badanga tikan olishib bilan qochdi ekan yerdan. Uyga kirib shunda uydagilar ansirab ketmasin deb demay yetib qilib, atsi bir og'ins bor ekan. Bu og'insning buvisi hamda xili bir nim o'qidigan bu ekanda. Pan texnikani yaxshi o'rgangan shundaq bir bu ekan. Shu buvayning yiniga boray deb og'insni izlaydi ekan. Og'ins bilan birga buvayning yiniga berib, shu kirishiga u buvay bilib bo'ldigan o'xshaydi. Nevrasiga, nevram sen chiqibdi, ma bola, ma og'inangning men deydigan gapi bor qildi. Sen chiqib tursang deb bo'lgandan keyin kirsang, mo'mang san tomoq yetib bersin, hech qanday gap bo'z qo'niqib ketinglar deb qo'ydi. Shu nevrasi chiqdi ekan. Shu chiqayotgandan keyin bu buvaydan nima bo'ldingiz deb so'raydi ekan. Mushtaq bo'ldi deb boshdan oxir deb bersa. Endi buningga menda boshqa amal yo'q. Bu ya undaq bir og'ini bo'lib bundan ish emas ekan. Hamda o'zingiz shu oiladagilar bilan ko'rishib, ashlar bo'lgan ishlarni bir deb fikr almashtirib beqing. Balkim shu yerdan javob chiqib qolishi mumkin deydi-ki. Bu bol bo'ldi deb hali qizni undidor qachilib olgan emasmi? Shu qizga qildi-ki. Mustaq uyingizga boray degan deydigan gap bor deydi-ki. Bo'ldi deb bu qizmi shu uydagilar tayyorlab qo'ydi-ki. Shunda yaxshi tomoqlarni yetib kutib oldi ekanda bu bolni. Bu bol o'tirib hamda nim deb eg'iz ochaman bularga deb tursa, o qizga qilib qoldi ekan. Apa mana shu bol teliqi ishkayni yaxshi tushum kirayotgan deb o qiz uyada unda deydi-kanda. Shuning bilan bu bola hayron qoladi-ki, amaliyotda 2 yildan tushiga tang bir-birisiga kirgan ekanda, bularga ishkay tushiga vaqtda. Shundan bu bola bunda degandan keyin shu mushtaq ishlar bo'yadi-da, ashchaqda men mushtaq hayot vaqtida chaqirib mushtaq bir degan. Shu ketgan kuni mushtaq tushum kirib mushtaq dedi. Hozirgacha ancha-muncha ko'rib qolaman. Hemen bu yerga
Shunda qiz so'rab, yo'q, boshqa maqsad ekanmidim, shu sizlar bilan fikr almashtiray deb kelgandim deb shundaq deydi ekan. Ota-onasi bu bolaning gaplarini tushunib, endi yo'lga sap qo'ytganda to'g'ri tushunib, shundan bilan bu bola bu yerdan qaytib chiqib, bir hafta o'tgandan keyin bularning doktorxonasiga bir praktikat qizlar keldi ekan. Bu bola o'zi yolg'iz bo'lgandan keyin shu praktikat qizlarning orasiga bir qiz shunda ko'ziga issiq ko'rinib, ikkisi paranjib bilib qoldi ekanda, aralashib qoldi ekan. Shu aralashgan kundan boshlab u qizni shundoq bir qora bosadi ekan. Kundili qora bosadi ekan, ishga kechikib chiqadi ekan. Shu kechikib chiqib boshlab bu qiz tugishib ketar ekanda. Bu bola ko'ngilda o'ylab qoldi ekan, men sababli qashta bu o'xshaydi deb shu bir hafta 15 kun bo'lgandimi? Endi o qizning oldiga qarab bu bolani ichi og'rib hamda bak ko'nglimiz bir-birimizga tushib ayrilmas bo'lib ketkicha saqlamay bo'ldi. Hozirlam ayrilib ketaychi deb chaqirib, ayrilib ketaylik deb ayrilib ketar ekan qiz oldin. Lekin birga ishlaydi-da xizmatdosh. Bu qiz olash ayrilib ketgan kunning ertasidan boshlab yana qarim basmaydigan, shunda yaxshi uxlaydigan kishi ekan bu bola. Ashmamay Ashtaqning qutida deb oxiri tushunib bu bola hammani. Shash undardosh qizga qildi ekan. Shu ancha-muncha nima qilyapsiz? Tamoq yedingizmi? Bu deb xizmatning paranlarini deyishgan bo'lib, buni deyishgan bo'lib ikkisi gap bir yerdan chiqib qolganda endi. Shu ko'rishaylik deb ikkisi ko'rishib bir-birisiga shunday yoqqandek bo'liblam. Shu bilib qoldi ekan. Hozirmi ikkisi hamda billa o'tibdi. Oxirsida bu ikki to'rdashqa baxt tilaymiz. Hikoyasi qo'rqinchli emas, lekin shunda sirliq anglag'idek shunday bir ishga shunga sizlarga tanlab so'zlab berdim.